Har 2 yilda bir marta Germaniyaning Frankfurt shahrida o'tkaziladigan dunyoning eng yirik sanitariya, isitish, sovutish va havoni konditsionerlash texnologiyalari bo'yicha xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir qurilish va muhandislik sanoati uchun eng muhim innovatsiyalarni taqdim etuvchi maydon bo'lib, 1960-yildan beri tashkil etib kelinmoqda. Ushbu ko'rgazmada 154 ta mamlakatdan 150 mingdan ortiq tashrifchi kelib, eng yangi ekologik texnologiyalar va energiya tejamkor yechimlar taqdim etib keladi. Bu yilgi ko'rgazmada qurilish sohasida iqlimni muhofaza qilish maqsadlariga erishish, barqaror isitish va suv ta'minoti tizimlari asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Vero Group ushbu yirik xalqaro ko'rgazmada ishtirok etib, sohadagi eng so'nggi innovatsiyalar bilan tanishdi, hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirdi va mijozlarimizga yanada sifatli mahsulotlar taqdim etish uchun yangi texnologiyalarni o'rganib qaytdi.